Nega teri yog'li bo'ladi? Teri osti bezlaridan ko'p miqdorda sebum moddasining ishlab chiqilishi natijasida teri normadan yuqori yog'likka ega bo'ladi. Bu sebum modda yana terimizdagi teshikchalarni yopib qo'yadi va natijada har xil muammolarga olib keladi. Ya'ni akne, yallig'lanish kabi muammolar yuzaga chiqadi. Yog'li teri alomatlari qanday bo'ladi? Alomatlari bu terining yaltirashi, teshikchalarning kengayishi, qora nuqtalar va bakterial yallig'lanish, ya'ni aknelar. Yog'li terini yaxshi tomonlari bormi? Albatta bor. Yog'li terilar elastik xususiyatga ega va ularga ajin ancha keyinroq tushadi quruq terilarga nisbatan. Yog'li terini parvarishlash qanaqa bo'ladi? Yog'li terilar judayam parvarishga muhtoj. Kuniga 2 mahal tozalash shart va zarur. Ya'ni ertalab gel yoki penka, kechqurun esa mitsellyar suvi, gidrofil yog' yoki 2 fazali losyondan foydalanishingizni maslahat beraman. Va har bir tozalashdan keyin tonik bilan yuzingizni artishingizni ham unutmang. Yog'li terilar namlantirilishga muhtoj, lekin namlantiruvchi kremlaringiz yengil teksturali bo'lishi kerak. Ya'ni og'ir va qalin teksturali kremlar teshikchalarni yopib qo'yadi va parvarish vositalaringizni tarkibida salitsil kislota bo'lishiga ahamiyat bering, chunki salitsil kislota teri teshikchalarini tozalaydi va bakteriyalarga qarshi kurashadi. Yana bir maslahatim, haftada 1 yoki 2 marta loy niqoblaridan foydalanishingizni maslahat beraman, chunki loy niqoblari teringizdagi ortiqcha yog'ni tortib oladi. Har doim go'zal va sog'lom qoling.